Kommentariyalarda ko'p so'ralarkan mini kultivatsiya apparatimiz yetib keldi. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumoti va sifatlari haqida gapirib o'tamiz. O'sam, buni ma'lumoti bu 7 ot kuchli bo'ladi. Yoqilg'i benzin boklari 5 litr qilib ishlangan bo'ladi. Motorlari 170 motor bilan jihozlangan bo'ladi. Yurg'ich-choyi zavodning orqali yarimta tortganingizda zavodit olib yurgan sifatli ishlab beradi. Filtrlari maslinli filtrdan ishlangan bo'ladi. Harakat olishi motordan chelasi shift chiqqan, shiftdan remen keladi. Reduktorga, ya'ni pichoqlaringizga harakat beradi. Pichoqlari ham 20 sm dan uzunroq pichoq bo'ladi. Qalinidan qo'yilgan bo'ladi. Rollarni o'zingizga moslab tepaga pastga qilib ishlatishingiz mumkin. Misol uchun, bo'yingizga moslab ishlatishingiz bo'ladi. Kompleksda xuddi shunday ochari mavjud. Ocharni ham qo'yib, bir yo'l akatingiz ham olib kelish imkoniyatingiz bor. Qattiq yerlarda yetalab yurishga balonlari, 4 ta baloni, yaxshi balonlari bor. Old tomonda balonlarini olib, keyin kultivatsiyangizni qilishingiz ham mumkin. Xohlasangiz tepaga pastga qilib ishlashingiz ham mumkin bo'ladi. Bu motoblogimiz 7 ot kuchli bo'ladi. Kelib motoblok taxlab qolganingiz uchun bizda mana shunday omadli barabanimiz mavjud. Barabanni biz aylantirish imkoniyatini sizga beramiz. O'sha tevadagi qora nuqta nimaga to'xtasiz? Masalan uchun bu yerda xuddi shunday mana oddiy switcherdan tortib, shurpaga drill balyerga dorisiga apparatgacha qo'yib qo'yganmiz. Nimaga to'xtasiz sizga shunday tekinga berib yuboriladi. Mana akalar ko'rishingiz mumkin. Barabanimiz bitta dona pachinida turadi, hech qanaqa narsa yo'q. Misol yangi drill sizga shunday olinadi, paketda yangi saraf ishlatib tekshirib beriladi. Manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroservis do'koni bo'ladi. Akalar qishloq xo'jaligi texnikalarini optim baza sklad narxida olaman degan akalarning uchun aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Aloqaga chiqish uchun pastda nomerlarni qoldirdi, aloqaga chiqishingiz mumkin akalar.